Assalamu alaykum muhtaram qarindoshlar. Ko'rayotganinglar Erkin Asiya radiosi Uyg'ur bölümü to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar sahifasi. Mazkur sayfimizda bu hafta jarayonida berilgan muhim xabarlarni bir qator eslatib o'tamiz. Men Juma. Men Aqida. 3-ayning 28 kuni Dünya Uyg'ur qurultiyi raisi Rabiya Qadir xonim Gollandiyaning musofirlar lagerida turayotgan 200 dan ortiq Uyg'urni ziyorat qilib, ulardan hal so'radi. Hal so'rashga advokat Martin Berig apandi, Alim Seyitov apandi va Gollandiyadagi Uyg'ur tashkilotlarining mas'ullari Rabiya Qadir xonim bilan birga kelgan. Ma'lum bo'lishicha, Rabiya Qadir xonim musofirlar lageriga berib, Uyg'ur musofirlardan hal so'rash bilan birga ularning tizimligini turg'izib, Gollandiyadagi munosabatlik o'rinlarga sungan. Rabiya Qadir xonim bu yerdagi musofir Uyg'urlarni ko'rib, ko'nglining qattiq yerim bo'lganligi. Bundan keyingi faoliyatlarda musofirlar masalasiga alohida ahamiyat berganligini aytgan. Xitoy muavin davlat raisi Shi Jinpingning Skandinaviya ellariga qaratgan ziyarati, jumladan uning Shvetsiya ziyoratini boshlash munosabati bilan Dünya Uyg'ur qurultiyi Shvetsiya hukumatining Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirish siyosatini oxirlashtirish haqida Xitoyga besim ishlatishga chaqirgan. Ma'lum bo'lishicha, Dünya Uyg'ur qurultiyi 5-iyul Urumchi vaqasida ko'plagan Uyg'urlarning qo'lga ilinganligi hamda hozirgacha o'lim jazosi berishning davomlashayotganligini ilgari surgan. Dünya Uyg'ur qurultiyi bayonotchisi Dilshod Reshitning aytishicha, Shvetsiya bosh ministri Dünya Uyg'ur qurultiyiga javobnoma yo'llab, qurultay avatgan maktubni topshirib olganligini bildirgan. Xitoy hukumati Qashqar qadimiy shahar rayonini o'zgartirib qurish nomida elib berayotgan chiqib o'tkash qurilishining ko'lamini barg'ancha kengaytmoqda. Tangirtog' to'g'rida ko'rsatishicha, Qashqar yerlik hukumat doiralari 5 rayonda o'zgartirib qurish sinoq nuqtasi qurgan. Sınaq natijalik bo'lgandan keyin Xitoy hukumati bu xil tuzash qurilishini umumlashtirish bosqichiga o'tgan. Bu vaqtda berilgan xabarlarda ko'rsatishicha, Xitoy hukumati qadimiy Qashqarni cheqish qurilishiga 70 milliard yuan mablag' solgan. Xitoy doiralari oshkorlagan sonliq ma'lumotlarga qaraganda, Xitoy qadimiy Qashqar rayonining 85%ni cheqib o'tgan ekan. Bu rayondan 200 mingdan ortiq nopusni ko'chirdi ekan. 30 mart kuni Xalqaro kechirim tashkiloti bayonot e'lon qilib, Xitoyni 2009-yillik o'lim jazosi ijro qilish ahvolini dunyoga oshkorlashga chaqirdi. Xalqaro inson haqlari tashkilotlari Xitoyda yurgiziladigan o'lim jazolarini uzluksiz ayblab kelmoqda edi. Bultur 5-iyul vaqasiga aloqador sudlarda 30 nafarga yaqin Uyg'urga o'lim jazosi berilishi, Dünya Uyg'ur qurultiyi xalqaro kishilik huquq tashkilotlari va bir qism demokratik davlatlarning qattiq ayblashiga uchragan edi. Xitoy dunyoda o'lim jazosi eng ko'p ijro qiladigan davlatlarning biri. Materiallardan ma'lum bo'lishicha, 2008-yil Xitoyda 1718 kishiga o'lim jazosi berilgan. O'tgan hafta Guantanamodan qo'yib berilib, Shveysariyaga yerlashtirilgan akuklarning navbatda Shveysariya hukumatining yordami ostida xotirjam yashayotganligi ilgari surilmoqda. Mazkur akuklarning ilgari turmushi Abubakir Qosimning bildirishicha, bu akuklar qo'yib berilgandan beri yaxshi turibdi. 2006-yil Guantanamodan qo'yib berilib, Albaniyaga yerlashtirilgan Abubakir Qosim bu akuklarning navbatda bir yurish uyga o'rnashtirilganligi va turmushining xotirjam ekanligini bildirdi. Ilgari Guantanamoga jami 22 nafar Uyg'ur qamalgan bo'lib, bularning 17 nafari Albaniya, Bermuda, Palau Jamhuriyati va Shveysariya qatorliq davlatlarga yerlashtirildi. Navbatda Guantanamoda yana 5 nafar Uyg'ur qo'yib berilishini kutib yotmoqda. Bir haftadan beri Pokistonda yashayotgan Uyg'urlar qarta Pokiston saqchilari tarafidan qonunsiz uy yoqtirish va tutqun qilish zo'ravonligi yuz bermoqda. Yaqinqi bir qancha kun ichidagi tutqunda jami 9 kishi qo'lga ilingan bo'lib, bulardan 7 nafari qo'yib etilgan. Saqchilar izlayotgan Umar Uyg'ur vaqfining boshlig'i Umar va inisi Akbar g'oyib bo'lgan. Navbatda Pokistondagi Uyg'urlar vaqani ajablanish ichida kuzatmoqda va andish ichida yashmoqda. Pokiston saqchilari bu qitimqi uy yoqtirish va tutqun qilish harakati davomida Uyg'urlarga hech qanday rasmiyat va sabablarni ko'rsatmagan. Tarix mumiyalari Amerikaning Kaliforniya shtatida o'tkazilgan ko'rgazmaga qo'yildi. Ko'rgazma Santa Ana shahridagi Bauruz madaniyat san'at muzeyida o'tkazildi. 27 martdan boshlangan ko'rgazma kelar yili 6-oygacha Amerikaning bir necha shtatida ilib berildi ekan. İpek yo'lidagi sir tarix mumiyalari degan temadagi ko'rgazmaga qo'yilgan mumiya va madaniyat yodgorliklari qadimki tarix oilasi va ularning hozirgi Uyg'urlar bilan bo'lgan munosabatini ichib beradigan muhim ahamiyatga ega merosdir. Bu tarix mumiyalarning tunji qitim g'arb dunyosida ko'rgazmaga qo'yilishi.
Ko'rgazmaga qo'yilgan mumiyalarning ichida vaqt qarali eng qadimiy mumiya taxminan 3800 yil burun yashagan ayolning mumiyasidir. Ko'rgazmada ziyoratchilarning alohida diqqatini qo'zg'agan nuqtalarning biri 3-4 ming yil burun dafn qilingan mumiyalarning antropologiyalik alohidligi va ularning favqulodda yaxshi saqlanganligidir. Hongkongdagi xalqaro film festivaliga 1994 yili Qarmayda yuz bergan o't afati haqida ishlangan bir hujjatli film qatnashtirildi. Mazkur vaqa 1994 yili 12 ayning 8 kuni Qarmaydagi bir teatrxonada yuz bergan va 300 dan ortiq o'smir fojiali holda hayotidan ayrilgan edi. Bu o'smirlarning ko'pinchisining Uyg'ur ekanligi ilgari surilgan edi. Filmni mustaqil film ishlaguvchi Shushin ishlagan. 6 soatlik bu filmda hech qanday muzika va tushuntirish berilmagan. Filmda ayni vaqtdagi materiallar o'lguvchilarning ota-onalari va o't afatidan qutulib qolgan o'quvchilarning so'zlariga aynan o'rin berilgan. Film ishlaguvchi Shushin so'zida o'zining bu filmni baxtga yarasha sog'-salomat chegirdan olib chiqqanligi, ammo filmning Xitoyda ko'rsatilishiga noumid ekanligini bildirgan. Amerikada o'tkazilgan xalqarалық yetib turib ishtanki ko'tirish musobaqasida Uyg'ur tanrikachi Erkin Iminov chempion bo'lib, oltin medalga erishdi. Florida shtatining Orlando shahrida o'tkazilgan mazkur musobaqada chempion bo'lgan Erkin Iminov Qozog'istonlik Uyg'urlardan bo'lib, u G'uljida tug'ilgan va kichkina oilasi bilan birlikda Qozog'istonga ko'chib chiqib, Almutining Sultonqo'rg'on mahallasida cho'ng bo'lgan. Shvetsiya bosh ministri Frederik Reinfeldt inson haqlari, demokratiya va fikr erkinligi masalasida Xitoy muavin raisi Shi Jinping bilan suhbatlashganligini bildirgan. Frederik o'zining Xitoydagi internet erkinligi masalasini alohida tilga olganligini o'tirib qo'ygan. Shvetsiya bosh ministri dushanba kuni Shvetsiyaga ziyoratga kelgan Xitoy muavin raisi Shi Jinping bilan uchrashgan edi. Ammo u Xitoy muavin raisi Shi Jinpingning bu masalalarga qarata qanday pozitsiya bildirganligi haqida bir narsa demagan. Xitoy muavin raisi Shi Jinping muxbirlarning bu haqdagi savollariga javob berishni rad qilgan.